Assalomu alaykum, qadrli kanal kuzatuvchilari. Bugun Shohmordonga kelib, qimizni zo'ra narxlari deganlar uchun maxsus video obzor qildik. Ya'ni Shohmordondan keyin har bir tashrif buyuruvchi albatta toza qimiz axtaradi. Va sizlarga bugun mana shu toza qimizni sizlarga aniq lokatsiyasini tushuntiraman. Shohmordon markazi. Bu tomoni demak Shohmordonga kelish. Xo'p. Sizlarga orientir bo'lish kerak. Mana bu o'tov, ya'ni mana shu o'tovning yonida Qirg'izistonda Alay tog'larini eng toza qimizlarini sotadi. Ya'ni admin sifatida men sizlarga buni tavsiya qilaman, chunki bu qimizni o'zim ko'p marotaba ichaman. Ya'ni qimizni demak xususiyatlarini, shifobaxshligini demak mana bu narxda o'qib olishimiz mumkin. Demak, eng asosiy immunitetni mustahkamlaydi, yuqumli kasalliklardan himoya qiladi, qimizdan sil, kamqonlik, surunkali bronxit, dizenteriya, gastrit va boshqa kasalliklarni barcha turlarini davolashi mumkin. Aytishlaricha, uni muntazam ravishda ichgan odamlar uzoq umr ko'rishi demak isbotlangan deb bu yerda bildiryapti. Ya'ni bu o'tovdagi sotiladigan qimizlarimiz mana shu Olay tog'larini da o'tlab yurgan biyalardan olinadi va eng toza hisoblanadi. Bu qimizlarimizning narxi 30 mingdan boshlanadi, 45 minggacha, ya'ni o'sha sortiga qarab tanlanaveradi. Mana shu bo'chada muzli qimizlar tayyor bo'lib turadi va bemalol shu dam olib turgan dachalarga olib ketishlari mumkin yoki bo'lmasam mana bu o'tovimizda bemalol ichkarida ichish imkoniyatiga ham egasizlar. Hozir o'tovning ichkariga kiraman, bu yerda sizga video obzor qilamiz. Bundan tashqari mana bu nimamizda qimizdan tashqari qurtlarimiz bor. Ya'ni bu ko'rib turganlar mana bu o'rikli qurt, ya'ni o'rik qo'shilgan. Buning kilosi 85 ming so'm. Mana bular demak 75 ming so'm. Mana bu do'ltali qurtimiz 95 ming so'm va mana bu katta qurtimiz ham 95 ming. Bu ko'proq qurt olib qolish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari Olayda toza sariyog'lari bor. Sariyog'lari 120 ming so'mdan demak narx aytilyapti. Bemalol kelib tashrif buyurishlari mumkin. Hammasi toza, original hisoblanadi. Bo'lmasam bugun hozir qimizimizni hozir tatib ko'ramiz. Mana ketdik bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Mana haqiqiy qirg'iz xalqining milliy o'tovi. Mana haqiqiy chiroyli qilib bezatilgan. Mana shu yerda demak ozgina qimiz samada qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qimizni o'zi rangi ham aytib turadi, ya'ni uni qandayligi, ya'ni qo'yiq bo'ladi. Bundan tashqari demak rangi ham o'ta tiniq bo'ladi, ya'ni qimizni shundan farqlashi mumkin. Ya'ni bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Juda ajoyib. Hamma narsani juda yaxshi. Ayniqsa bu qimizni qurt bilan maydalab ichsam undan zo'r ketadi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Qadrli, bugun mana sizlar bilan qimizimizni demak ta'minot otib ko'rdik. Demak Shohmordonga tashrif buyurganda albatta toza qimiz uchun mana shu o'tovga kelib tashrif buyurishlar mumkin. Bu yerda aytgandek, Olay tog'larining eng toza qimizlari demak shu yerda sotiladi. Xo'p, bugun videomiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, demak videolarimizga like bosishni unutmang. Kommentariyada izohlarni qoldiringlar va keyingi videolarimizni ko'rishguncha salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.